Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Sho'rtepa MFYda joylashgan 16-maktabga tashrif buyurdik. Qani ketdik, birgalikda obzorni ko'ramiz. Maktabga kirishimiz bilan bizni mana shunday keng va chiroyli hovli kutib olar ekan. O'ng tarafiga ham, chap tarafiga ham bir-biridan chiroyli archalar ekilgan ekan. Maktab juda katta hududni egallagan ekan. Aslida maktab 2 korpusdan iborat bo'lgan, yangi 3-korpusda esa tez orada o'z faoliyatini boshlargan. Maktab 2 etajdan iborat ekan. Kelinglar ichkarini birgalikda ko'ramiz. Wow, ichkariga kirishimiz bilan bizni mana shunday katta foyer kutib olar ekan. Bu yerni juda ham chiroyli qilib bezatib qo'yishibdi. Ichkariga kirishim bilan mana bu gullarni ko'rib odamning kayfiyati juda ham ko'tarilar ekan. Wow, bu esa o'quvchilarning qo'lga kiritgan yutuqlari ekan. Qoyil. Hozir biz maktab sport zaliga kiramiz va ichkarini birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Hozir bitta menimcha dars mashg'ulotlari bo'lyapti. Qani ko'ramiz. Maktab sport zali ko'rib turganingizdek juda katta ekan va hamma sharoitlarga ega ekan. Maktabda mana shunaqa katta poliyasi ham bor ekan. O'quvchilar mazza qilib dam olib o'tirishlari uchun mana shunaqa chiroyli skameykalar ham bor. O'quvchilar mazza qilib kitob o'qishlari uchun barcha kitoblar hamda hamma sharoitlar yetarli ekan. Bu maktabda jami 640 o'quvchi o'qirkan. O'g'il bolalar ko'pmi yoki qizlarmi? Uni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu maktabda mana shunaqa katta stadion ham bor ekan. Bu videoni shu maktabda o'qigan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.